Eron davlati o'zining geografik joylashuviga ko'ra Janubiy G'arbiy Osiyodagi qadimiy davlatlardan biri hisoblanib, buning chegara nuqtai nazaridan, demak, shimolda o'sha Kaspiy dengizi qirg'oqlarigacha bo'lgan hudud, sharq tomonda esa bevosita mana bu Shumer Akkad sivilizatsiyasi hududlari bilan chegaradosh davlatdir. Shimoliy sharq tomonda esa bevosita O'rta Markaziy Osiyo mintaqasi bilan chegara, sharq va janubiy sharq qismida ko'proq Hindiston bilan chegaradosh Eron davlatida qadimiy davlatchilik izlari miloddan avvalgi 3000 yillikda shakllandi. Qadimgi Eron, demak, shimolda o'sha Kaspiy dengizi qirg'oqlarigacha bo'lgan hudud, sharq tomonda esa bevosita mana bu Shumer Akkad sivilizatsiyasi hududlari bilan chegaradosh davlatdir. Shimoliy sharq tomonda esa bevosita O'rta Markaziy Osiyo mintaqasi bilan chegara, sharq va janubiy sharq qismida ko'proq Hindiston bilan chegaradosh Eron davlatida qadimiy davlatchilik izlari miloddan avvalgi 3000 yillikda shakllandi.